Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aldı bilan o'zingizni bir tanishtirib boqamsiz. Mening ismim Nijos Samad. Sharq Turkistonning Aqsu viloyatidan, Shayar Naysdan. Shayar Naysninki Qizilko'rik mahallesida tug'ilib cho'ng bo'ldim. Siz qachondan beri Turkiyada yashayapsiz? Men Turkiyada yashayotgani 3 yil bo'lib qoldi. Shunda bo'lganda siz vatan bilan aloqa qila oldingizmi? 3 yil bo'lib qoldi men Turkiyaga chiqqali. Shu oldingi 6 oy jarayonida vatan bilan hozir ko'pdir WeChatda yo telefonda aloqa qilgan. 6 oy o'tib 7-chi 8-chi oylar kelgan chog'da vatandagi qarindoshlarim Xitoyning vayimisidan qo'rqib nim qilib qoldi. Meni WeChatlardan yuvib telefon qilsam telefon qilma deganda gaplar bo'lgandan keyin ular avatchilik depamay deb aloqa qilmadim. Undan keyin shu aloqa uzilgancha hozirgacha 2,5 yil oldi hech aloqa qilmadim. Shundaqda sizning tuqqanlaringiz bormi vatanda hozir? Mening tuqqanlarim aytijaq bizni cho'ng bir oila 100 dan ortiq tuqqanlarim bor. Ammo hozir paket so'zlasam ularning ham rasmini topamadim. Shunga qo'limda bor rasmlarni ko'rsatib turib guvohlik berma. Mana bu meniki kichkindan baqib cho'ng'an cho'ng opam Ayzatxon. Hozir hayotdami yoki o'lib ketdimi yo lagerdami yoki turmadimi bilmayman. Undan boshqa qarindoshlarim bor. Navr akam, navr ukularim. Mana bu rasmni ko'rgandek Jasorat, Olimjon, Faruq, Mardan bu hammasi meniki. Navr uka, navr akalarim. Bulardan hech qanday xabar olmadim. Undan boshqa meniki yaqin bir bil o'ynab cho'ng'gan bir og'inam bor. Uning o'to'g'riliqma guvohlik berma. Mana bu rasmni ko'rgandek ismi Rahman Qodir. O'zi satrashlik qiladi. Bu og'inamdan xabar olmadim. Bu rasm aboy chiqqan rasmdagi kishi Mardan Aysa shu. Bundan xabar olmadim. Undan boshqa meniki kasbdishim Imom Hasan. O'zi Qashqa konishadin. Bundan xabar olmadim. Bu to'g'riliqma guvohlik berma. Qarindishim hozir turmadimi yoki lagerdimi bilmayman. Shundaqda siz oxirida qarindoshlar deydigan qanday bir yo'q so'zingiz bor? Oxirida Uyg'ur qarindoshlarimga Sharq Turkistonlik barliq qarindoshlarim deydiganim hammamiz billa bu guvohlikni beraylik. Guvohliklarimizning soni 100 ming, 1 million hatto undan jiq bo'lsin. Bu orqali xalqaroninki vatanda bo'layotgan shu zulmga qarshi bir ishonchni qo'lga keltiraylik. Chunki hozir xalqarodan bizning ishda zulm bo'layotdi desak, ishonib ishonmayotgan bu ahvol ostida biz guvohlik berish orqali mushu rasmlar orqali, yozma material, video orqali mush isbotlarni ta'minlab xalqaroni buning ishondiraylik. Shu orqali Xitoylarning Uyg'urlarga, Qozoq va Qirg'iz vataniga Sharq Turkistondagi qarindoshlarimiz bo'lgan zulmini to'xtatishga harakat qilaylik. Rahmat.